tonki energiya asosiga beriladigan portallar har qanday yuqori vibratsion energiya 9-11 qatlam tarafdan, ayniqsa 7 qatlam energiyasi ham yaxshi, 9-11 qatlam ham. Bu, конечно же, более поток, yuqori potok, то есть nima qiladi bizda? Bloklarni chiqarishni boshlaydi, tozalanishni boshlaydi, kengaytirishni boshlaydi. Bizga juda ko'p imkoniyatlar beradi. Любой yuqori vibratsion portal. Потому что har biringlarni rivojinglarni tezlik bilan ko'tarish kerak. Onginglarni tezroq o'stirish kerak. Tezroq hayotinglarni sifatga olib chiqish kerak. Imkoniyatlar rosa ko'p, to'la podarkalar bilan turishdi-da qorbobolar. Endi qorbobolar turibdi. 7ta pir turibdi. Bizani kutib, har biringlarni kutib. Nima uchun? Materiya yiliga sizlarni hayotingizda muvaffaqiyat olib kelishuvchi dasturlarni yuklash uchun deb aytishdi. Еще раз говорю. 7 перов ждут нас для того, чтобы мои кураторы прогрузили через них вам именно программы, которые активизируют вам материю в благополучии. То есть materiyani именно sizni qoniqishingiz ila faollashtirib beruvchi imkoniyatlar bilan turishibdi, darlar bilan turishibdi, energiyalar bilan turishibdi. Ularni vazifasi energiyani berish. Siz borib olasiz bu energiyani. Boring. Agar tripga bormasangiz, albatta boring. No. O'sha vibratsiyada olib kelasizda, опять-таки. Siz o'zingiz vibratsiyada olib kelasiz, o'zingiz vibratsiyada olasiz.